Assalomu alaykum do'stlar. Biz sizlar bilan retseptlar mavzusini ko'rib o'tdik. Ya'niki retseptorlarning tuzilishi, klassifikatsiyasi, ularning ishlash mexanizmi haqida o'zimizga xulosalarni oldik. Bugundan boshlab esa biz sizlar bilan nerv sistemasi mavzusida gaplashib o'tamiz. Ya'niki bugungi mavzuyimiz sizlar bilan nerv sistemasining tuzilishi hamda klassifikatsiyasiga bag'ishlangan bo'ladi. Nerv sistemasi quyidagicha klassifikatsiya qilinadi. Ya'ni nerv sistemasi qayerda joylashganligiga ko'ra, qayerlarni innervatsiya qilishiga ko'ra quyidagicha klassifikatsiya qilinadi. Demak, bular birinchisi nerv sistemasi bizda bo'linadi ikkita guruhga. Bular markaziy nerv sistemasi hamda periferik nerv sistemasi. Bizda markaziy nerv sistemasiga kiradi miyamiz, ya'ni bosh miyamiz hamda orqa miyamiz. Bilamizki, bosh miyamiz miya qutisining ichida joylashgan bo'ladi. Orqa miya bo'lsa, umurtqa pog'onasining umurtqa kanalida joylashgan bo'ladi. Demak, bular o'z nomidan ham ma'lumki, markaziy nerv sistemasi, ya'ni bizda markaz vazifasini bajarib beradi. Keyingi qismimiz esa bu periferik nerv sistemasi. Periferik nerv sistemasiga bizda kiradi bosh miyadan chiquvchi 12 juft nervlar, ya'ni 12 juft kranial nervlar hamda orqa miyadan chiquvchi 31 juft nerv tolalari, nerv tugullarini o'z ichiga oladi bu periferik nerv sistemasi. Periferik nerv sistemasi ham o'z navbatida yana guruhlarga bo'linadi. Bular qayerni innervatsiya qilishiga ko'ra ikkita guruhga bo'linadi. Bular somatik nerv sistemasi hamda avtonomik nerv sistemasi. Somatik nerv sistemasi bizda skelet muskullarini innervatsiya qiladi. Skelet muskullarini innervatsiya qiladi hamda bu odam ixtiyoriga bog'liq holatda kechadi. Avtonomik nerv sistemasi esa bizda ichki organlarni innervatsiya qiladi. Buni biz yana vegetativ nerv sistemasi ham deb ataymiz. Ya'ni vegetativ nerv sistemasi. Vegetativ nerv sistemasi. Xo'p, endi shu ikkala nerv sistemasini ham o'ziga yarasha tolalari bo'ladi. Bular afferent tolasi hamda efferent tolasi. Afferent tola nima vazifani bajarib beradi? Bizda afferent tola signallarni markaziy nerv sistemasiga olib beradi. Ya'niki teridan, muskullardan yoki boshqa sensor a'zolardan hosil bo'lgan impulslarni markaziy miyaga, ya'ni bo'lmasam orqa miyaga yoki bo'lmasam bosh miyaga olib kelib berish vazifasini bajaradi. Bosh miyada, orqa miyada bu impulslar analiz sintez qilinadi hamda bularga nisbatan bizda javob reaksiyasi amalga oshadi. Hamda efferent tola orqali xo'p, bular bosh va orqa miyadan muskullarga yoki bo'lmasam teriga yoki bo'lmasam boshqa a'zolarga, ya'ni effektor a'zolarga borib o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Demak, afferent tola bu bosh va orqa miyaga olib keluvchi tola, ya'ni impulsni bosh va orqa miyaga olib keladi. Xo'p, bosh miyada bular analiz sintez qilinib efferent tolaga o'tkaziladi. Efferent tola esa bu ishchi organlarga borib ta'sirini ko'rsatadi. Demak, somatik nerv sistemasida bizda ishchi organ bo'ladi, bu skelet muskullari. Avtonom nerv sistemasida ham xuddi shunaqa. Avtonom nerv sistemasi aytdik, bu vegetativ nerv sistemasi ham deyiladi. Bular ichki a'zolarni innervatsiya qiladi hamda odam ixtiyoriga bog'liq holatda kechmaydi. Bularning afferent tolasi bezlardan, ichki organlardan hosil bo'lgan impulslarni endi bular ham o'sha orqa miyaga yoki bo'lmasam bosh miyaga olib boradi. Hamda u yerda bu impulslarga nisbatan analiz sintez qilinib efferent tolaga o'tkaziladi. Efferent tolada shu bosh miya hamda orqa miyada hosil bo'lgan impulslarni bezlarga yoki bo'lmasam ichki organlarga olib borish vazifasini bajaradi. Demak, ularning afferent hamda efferent tolalarining vazifasi. Bularning tuzilishini quyida sizlar bilan albatta tanishib chiqamiz.
bizda avtonom nerv sistemasi ham quyidagi guruhlarga bo'linadi. Bular simpatik nerv sistemasi hamda parasimpatik nerv sistemasi. Yoki bo'lmasam bunga qo'shimcha qilishimiz mumkin enterik nerv sistemasi. Enterik nerv sistemasi asli bu parasimpatik nerv sistemasini bir qismi hisoblanadi. Bu hazm traktini innervatsiya qiluvchi tizim hisoblanadi. Enterik nerv sistemasi. Buning tuzilishi shu parasimpatik nerv sistemasiga o'xshash bo'ladi. Demak, bu umumiy nerv sistemasining klassifikatsiyasi edi. Ya'ni qisqacha takrorlab qoladigan bo'lsak, bizda nerv sistemasi bo'linyapti markaziy nerv sistemasiga hamda periferik nerv sistemasiga. Markaziy nerv sistemamizga kiryapti bizda bosh miya hamda orqa miya. Periferik nerv sistemamizga esa shu bosh va orqa miyadan chiquvchi nerv tolalari. Ya'ni bosh miyadan chiquvchi 12 juft kranial nervlar hamda orqa miyadan chiquvchi 31 juft nerv tolalari, nerv tugullari. Demak, bular bizga periferik nerv sistemani hosil qilyapti. Periferik nerv sistemamiz ham o'z navbatida qayerlarni innervatsiya qilishiga qarab turib yana ikki guruhga bo'linyapti. Bular somatik nerv sistemasi hamda avtonomik nerv sistemasi. Bizda somatik nerv sistemasi skelet muskullarini innervatsiya qilyapti. Ya'ni ular faqat shu skelet muskullarini innervatsiya qiladi. Hamda bular odam ixtiyoriga bog'liq holatda kechadi. Chunki biz qo'limizni, oyoqlarimizni, tanamizni erkin harakat qildirishimiz uchun albatta shu skelet muskullarini innervatsiyasi kerak bo'ladi. Shuning uchun bular albatta odam ixtiyoriga bog'liq holatda kechadi. Keyingi qismimiz esa bu avtonomik nerv sistemasi. Avtonomik nerv sistemasi bu bizda bezlardan, ichki organlarni innervatsiya qilyapti. Avtonomik nerv sistemasi ham yana ikki guruhga bo'linyapti. Efferent tolani tuzilishiga ko'ra. Bular simpatik nerv sistemasi hamda parasimpatik nerv sistemasi. Parasimpatik nerv sistemasini bir qismi sifatida biz enterik nerv sistemasini ham olishimiz mumkin. Bu enterik nerv sistemasi hazm traktini innervatsiya qiluvchi tizim hisoblanadi. Demak, qisqacha holatda bu nerv sistemasining klassifikatsiyasi shu hisoblanadi. Xo'p, keyingi qismimiz esa bu neyrosinapslar. Ya'ni nerv tolalarining bir-biri bilan bog'lanishi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bu yerda biz nerv tolalarini 3 guruhga bo'lib olishimiz mumkin. Demak, bular quyidagilar. Demak, birinchisi bu sensor neyron. Sensor neyron. Ikkinchisi esa oraliq neyron. Yoki buni biz interneyron deb ataymiz. Interneyron hamda uchinchi neyronimiz bu motor neyron. Uchinchi. Demak, bularning har birining o'ziga yarasha vazifalari bor. Biz buni quyidagicha ko'rib o'tamiz. Demak, sensor neyronning vazifasi. Sensor neyronning vazifasi bu reseptorlarda hosil bo'lgan impulsni markaziy nerv sistemasiga, bosh miyaga yoki bo'lmasam orqa miyaga olib kelib berish vazifasini bajaradi. Biz buni afferent tola ham deb ataymiz. Ya'ni afferent tola yoki sensor neyron reseptorlarda hosil bo'lgan impulsni markaziy nerv sistemasiga, orqa miyaga yoki bo'lmasam bosh miyaga olib kelib berish vazifasini bajaradi. Orqa miyada hamda bosh miyada joylashgan interneyronlar esa, ya'ni oraliq neyronlar esa kelgan impulsni analiz sintez qiladi. Analiz sintez qilib, ularga nisbatan javob impulsini shakllantiradi. Hamda bu impulsni endi motor neyronga uzatib beradi. Motor neyron esa bu impulsni ishchi organlarga yetkazib beradi. Ishchi organlarda keyin bu impulsga nisbatan o'zini effektini ko'rsatadi. Biz buni efferent tola ham deb ataymiz. Demak, bu neyrosinapslarning tuzilishi hisoblanadi. Ya'niki bizda reseptorlarda hosil bo'lgan impulslarni afferent tola orqali yoki sensor neyron orqali markaziy nerv sistemasiga uzatiladi. Markaziy nerv sistemasida hosil bo'lgan bu impulslarga nisbatan javob impulsini interneyronlar shakllantiradi hamda uni efferent tolaga uzatib beradi. Efferent tola bo'ladigan bo'lsa, bu impulslarni ishchi a'zolarga yetkazib beradi hamda u o'zini effektini ko'rsatadi. Demak, bu neyrosinapslarning tuzilish qismi edi. Keyingi qismimiz esa bu somatik nerv sistemasi. Biz aytdik, periferik nerv sistemasini
qayerlarni innervatsiya qilishiga ko'ra ikki guruhga bo'lib olgan edik. Ular somatik nerv sistemasi hamda vegetativ nerv sistemasi yoki bo'lmasam avtonom nerv sistemasi. Somatik nerv sistemasi bizda skelet muskullarini innervatsiya qiladi. Skelet muskullarini innervatsiya qiladi hamda bu odam ixtiyoriga bog'liq holatda kechadi. Bu jarayon qanday boradi? Skelet muskullarida joylashgan propioreseptorlar orqali u yerda hosil bo'lgan impulsni shu muskulni boshqaruvchi o'zini markaziga olib boradi afferent tola orqali. Hamda afferent tola orqali markaziy nerv sistemasiga uzatiladi. Markaziy nerv sistemasida bu impulsga nisbatan oraliq neyronlarda javob reaksiyasi hosil bo'ladi hamda efferent tola orqali yangi impuls keladi hamda u yerda javob reaksiyasi amalga oshadi. Ya'ni muskullarning qisqarishi yoki bo'lmasam bo'shashish holatlari amalga oshadi. Bu jarayon qanday boradi? Misol uchun oladigan bo'lsak, bizni tizoq qopqog'imizga bolg'acha bilan urilganda bizni oyog'imiz oldinga ko'tariladi. Bu yerda ham hosil bo'lgan impulsni afferent tola orqali markaziy nerv sistemasiga uzatiladi hamda u yerda joylashgan interneyronlar orqali bu impulsga nisbatan javob reaksiyasi hosil bo'ladi. Hamda bu impulsni endi efferent tolaga o'tkaziladi. Efferent tola bo'ladigan bo'lsa, efferent tola shu muskullarga kelib o'zini effektini beradi. Ya'ni bu impuls ta'sirida muskullar qisqarib o'zini javob reaksiyasini ko'rsatadi. Bu jarayon qanday bo'ladi? Muskullarda qanday qisqarish sodir bo'ladi? Buni quyida ko'rib chiqamiz. Demak, somatik nerv sistemasi. Somatik nerv sistemasi aytdik, odam ixtiyoriga bog'liq holatda kechadi. Skelet muskullarini innervatsiya qiladi hamda bitta efferent tola chiqadi. Buni misol uchun oladigan bo'lsak, bu yerda demak, afferent tola o'zidagi impulsni markaziy nerv sistemasiga olib keladi. Markaziy nerv sistemasiga hamda markaziy nerv sistemasida joylashgan interneyronlar bu impulslarga nisbatan o'zini javob reaksiyasini amalga oshiradi. Demak, bu yerda ko'radigan bo'lsak, demak bu afferent tola, bu interneyron, bu efferent tola. Afferent tola orqali bizda impuls afferent tola orqali bizda impuls interneyronlarga uzatiladi. Interneyronlarda shu impulsga nisbatan javob reaksiyasi hosil bo'ladi hamda bu impulsni endi efferent tolaga o'tkaziladi. Bizda skelet muskullariga innervatsiya beruvchi somatik nerv sistemasida bitta efferent tola chiqadi xolos. Ya'ni markaziy nerv sistemasidan bitta efferent tola chiqadi. Efferent tola chiqadi hamda u borib muskullarni innervatsiya qiladi. Efferent tola bizda impuls natijasida bizda bu yerda asetilxolin mediatorini ishlab chiqaradi. Hamda bu asetilxolin mediatori buni muskul tolasini bir qismi deb oladigan bo'lsak, muskul tolasini bir qismi, demak bu yerda joylashgan NM tipidagi xolina reseptorlarini stimullaydi. NM tipidagi xolina reseptorlarini stimullovchi ta'sir ko'rsatadi. Natijada bizda NM tipidagi xolina reseptorlar aktivlanadi hamda hujayra tashqarisida joylashgan natriylarni endi hujayra ichiga olib kirish vazifasini bajaradi. Bilamizki, normada hujayra tashqarisi musbat zaryadlangan, hujayra ichkarisi esa manfiy zaryadlangan bo'ladi. Bizda musbat zaryadlangan natriy ionlarini ko'p miqdorda hujayra ichiga kirishi bizda musbatlikni oshirishiga hamda manfiylik kamayishiga sabab bo'ladi. Hamda bular ma'lum bir voltga yetganida bizda
shu muskul tolasida joylashgan kalsiy kanallari aktivlanadi. Demak, bu kalsiy kanal. Ya'ni bizda voltaj darvozali kalsiy kanallari aktivlanadi. Voltaj darvozali kalsiy kanallari aktivlanishi natijasida bizda hujayra tashqarisida joylashgan kalsiylarni endi hujayra ichiga, ya'ni hujayra sitozoliga olib kirish vazifasini bajaradi. Hamda hujayra ichida kalsiylarning miqdori ortadi. Kalsiyning hujayra ichida, ya'ni sitozolda miqdorining oshishi hujayra ichidagi fermentlarning aktivlanishiga, misol uchun miyozin fosfataza degan ferment aktivlanishiga, bundan tashqari kalsiy kalmodulin kompleksini hosil qilib, bizda miyozinning boshchasi aktinning birikish qismini ochib berishiga qulayliklar yaratib beradi hamda umumiy holatda bizda muskullarda kontrakturaga sabab bo'ladi. Natijada muskullarimiz qisqarib, shu impulsga nisbatan bizda javob reaksiyasini amalga oshiradi. Demak, bu bizda somatik nerv sistemasining innervatsiyasi edi. Buni qisqacha takrorlab oladigan bo'lsak, demak, afferent tola orqali olib kelingan impulslar interneyronlarda, markaziy nerv sistemasi interneyronlarda analiz sintez qilinib, bu impuls efferent tolaga o'tkaziladi. Somatik nerv sistemasida bizda efferent tolasi yagona toladan iborat bo'ladi. Chunki kelgusi darslarimizda o'tamiz. Ularda efferent tolalar ikki xil bo'ladi, ikkita bo'ladi. Demak, somatik nerv sistemasida bitta efferent tola chiqadi. Hamda u o'zidan asetil xolin mediatorini ishlab chiqarib, muskullarda joylashgan NM tipidagi xolin reseptorlarini stimullaydi. Stimullash natijasida bizda hujayra tashqarisidagi natriylar hujayra ichiga olib kiriladi. Hujayra ichida manfiylikning kamayishi ma'lum voltga yetganda bizda voltaj darvozali kalsiy kanallari aktivlanadi hamda hujayra ichidagi kalsiylar, hujayra tashqarisidagi kalsiylar hujayra ichiga olib kiriladi. Hamda hujayra ichida kalsiylarning miqdori ortadi. Hujayra ichida kalsiylarning miqdori ortishi muskul hujayralar ichida bizda umumiy holatda muskul qisqarishiga, ya'ni muskul kontrakturasiga sabab bo'ladi. Demak, bu somatik nerv sistemasining ishlash mexanizmi. Keyingi qismimiz esa bu avtonom nerv sistemasi. Avtonom nerv sistemasi. Biz yuqorida ham ko'rdik, periferik nerv sistemasini qayerlarni innervatsiya qilishiga ko'ra ikki guruhga bo'ldik: somatik nerv sistemasi hamda avtonom nerv sistemasi. Yoki bo'lmasam buni biz vegetativ nerv sistemasi ham deb ataymiz. Vegetativ nerv sistemasi. Ya'niki bu avtonom nerv sistemasi bizda ichki organlarni innervatsiya qiladi. Demak, bu avtonom nerv sistemasi odam ixtiyoriga bog'liq emas. Biz somatik nerv sistemasini aytdik, odam ixtiyoriga bog'liq holatga kechadi. Endi avtonom nerv sistemasi esa odam ixtiyoriga bog'liq bo'lmaydi. Ichki organlarni innervatsiya qiladi hamda ikkita efferent tola chiqadi. Biz somatik nerv sistemasida aytdik, bitta efferent tola chiqadi dedik. Avtonom nerv sistemasida esa bizda ikkita efferent tola chiqadi. Demak, bu quyidagicha bo'ladi. Bu ham ichki organlardan afferent tola orqali, ya'ni sensor neyronlar orqali impulslarni qabul qiladi hamda markaziy nerv sistemasida uzatadi. Markaziy nerv sistemasida joylashgan interneyronlarga, ya'ni oraliq neyronlarga uzatadi. Oraliq neyronlarda bu impulslar analiz sintez qilinadi hamda ular endi efferent tolaga uzatiladi. Demak, biz bu afferent tola, bu interneyron, bu ikkalasi umumiy holatda efferent tola deyiladi. Efferent tola. Bizda afferent tola orqali kelgan impulslarni, ya'ni ichki organlarda joylashgan reseptorlardan hosil bo'lgan impulslarni afferent tola orqali markaziy nerv sistemasiga uzatiladi. Markaziy nerv sistemasida bu impulslar analiz sintez qilinib efferent tolaga o'tkaziladi. Efferent tola avtonom nerv sistemasida ikkita chiqadi. Ya'ni birinchi tolasi bu presinaptik tola, ikkinchisi esa postsinaptik tola deyiladi. Nima sababdan bunday deb ataladi? Biz mana bu joyni sinaps deb oladigan bo'lsak, ya'ni mana bu joyni biz sinaps deb oladigan bo'lsak, sinapsdan oldingi tola presinaptik tola.
Presinaptik tola. Sinapsdan keyingi tola esa postsinaptik tola deyiladi. Pre degani oldingi, ya'ni sinapsdan oldingi tola, presinaptik tola. Post esa orqa degani, ya'ni sinapsdan keyingi tola, postsinaptik tola. Demak, bular presinaptik tolaga hamda postsinaptik tolaga bo'linadi. Biz buni yana boshqacha nom bilan ham atashimiz mumkin. Misol uchun biz buni endi sinaps emas, ganglia deydigan bo'lsak, ganglia ya'ni tugun. Ganglia tugun deydigan bo'lsak, buni biz atashimiz mumkin. Pregangliar tola, pregangliar tola, sinapsdan keyingi tola bo'ladigan bo'lsa, bizda postgangliar tola deyiladi. Postgangliar tola. Bizda ikkalasi ham demak bir xil ma'noni anglatadi. Ya'ni presinaptik tola yoki pregangliar tola. Demak, bu sinapsdan oldingi tola. Sinapsdan keyingi tolani esa biz atashimiz mumkin postgangliar tola yoki postsinaptik tola. Demak, bu sinapsga nisbatan joylashishiga qarab olinadi. Demak, biz bu joyini atashimiz mumkin sinaps yoki ganglia, tugun deb atashimiz mumkin bo'ladi. Albatta bizda avtonom nerv sistemasi bizda ichki organlarni innervatsiya qiladi. Ya'ni bu yerda ko'rsatilgan umumiy ichki organlarni. Shu ichki organlardan keladigan impulslarni analiz sintez qilinib, shu impulslarga nisbatan o'zini javob reaksiyasini amalga oshiradi. Hamda avtonom nerv sistemasi bizda 3 guruhga bo'linadi. Bular simpatik nerv sistemasi, parasimpatik nerv sistemasi hamda enterik nerv sistemasi. Buni yuqorida ham sizlar bilan ko'rib o'tdik. Enterik nerv sistemasi bizda bu parasimpatikni bir qismi sifatida qaraladi hamda u hazm traktini innervatsiya qiladi. Kelgusi darslarimizda biz xuddi shu simpatik hamda parasimpatik nerv sistemasining tuzilishi, ularning ishlash mexanizmi haqida gaplashib o'tamiz. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz.